Menga qara. Go'rkon senmiding? Ha, bolalar tinchlikmi? Dadamizni qabri adashmasam shu tarafda edi. Hozir borib topa olmadik. Yangi qabrlar bo'lib ketibdi. O'zi borib yaxshilab qaradingizmi? Joyida turgandir. Senga aytyapmiz-ku, o'rnida yangi qabrlar paydo bo'lib qopti deb. Yo, dadamning qabrini kimdir kattaroq pul bersa, sotib yordingmi deymi? Qani? Unda borib ko'raylik-chi. Rahmatli Abdulla akami qabri shu bo'ladi. Nimalar deyapsan? Dadamizni qabrini ziyorat qilmaganimizga 10 yilni oshdi. Bu yap-yangi qabr-u. To'g'ri. Sizlarda kelmaganinglarga ancha bo'lgandir. Lekin siniylar bir oyda 3 marta kelib xabar olib ketadi. Yaxshi ham shu singillar bor. Kelib ota-onasini qabridan birovda hasmi bo'lsa ham xabar olib turishadi. Kamdan kam o'g'illar bor. Kelib ota-onasi o'tgandan keyin qabrlarni ziyorat qilib ketyapti. Ono bolani ko'ryapsizlarmi? Shu bola dadasi o'tganiga 20 yil bo'lgan bo'lsa ham har kuni kelib dadasini qabridan xabar olib ketadi. Baraka topsin. Ota o'g'li farzand ko'rganda xalqqa osh berganda, o'g'lim katta bo'lganda meni baqarmikin deb emas. Men o'tgandan keyin ambarimni ko'tararmikin? O'lganimdan keyin qabrimdan kelib ziyorat qilib xabar olarmikin deb baqadi. Siz sizlardagi boyvachcha o'g'illardan